Bu Redmi Turbo Tor Pro modeli bo'ladi. Bu smartfon bilan bugun yaqindan tanishib chiqamiz. O'rtoqlar, faqat bitta narsani aytib qo'ying. Bugungi obzorimiz ozgina boshqacharoq bo'ladi. Misol uchun hozir men smartfonni ochaman, ya'ni unpacking qilgandan keyin, smartfonni qo'limga olgandan keyin, "Etti unaqa ekan, betti bunaqa ekan, chiroyli ekan, xunuk ekan" demaymiz-da. Birinchi navbatda o'rtoqlar, to'liq smartfonni bor potensiali bilan tanishib chiqamiz. Ya'ni obzorimizni ozgina boshqacha qilamiz. Potensial deganda bor imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni smartfonni misol uchun hozir ochishim bilan birinchi navbatda kamerasini test qilaman, game test qilaman, AnTuTu'ni tekshiraman, protsessor tekshiraman, dinamikasini test qilaman. Smartfonning narxiga video davomida to'xtalib ketamiz. Narxi prosta bomba. Barcha potensiallarni ko'rib bo'lgandan keyin boyga, ya'ni telefon xunukmi, chiroylimi, komfortmi, o'sha temani keyin gaplashamiz. Ya'ni bu ma'lumotlarni keyinga surib qo'yaman. Aytgancha bitta narsa esimdan chiqib qolibdi-ku, salom bermanman. Assalomu alaykum, boyata. Lekin undan oldin biz smartfonni komplekti bilan tanishib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu smartfonimizning o'zi, xo'p, komplektdan nimalar chiqadi? Ko'ramiz. 90 vatli tezkor adapter, Xitoy xalqi o'ylagan holatda, ya'ni smartfon ishlatuvchilarini o'ylagan holatda mana 90 vatli adapter qo'shib qo'ygan. Bu hech kimga yengil emas, ya'ni Type-C ga C kabel o'rtoqlar va o'rtoqlar mana bu korobkachani ichidan, xo'p, ko'ramiz. Qani da Optimda sotiladigan, ya'ni Optimda 12 ming so'mdan sotiladigan mana shunaqa rezinoviy chexol ham bor. Xullas, o'rtoqlar, komplekt bilan tanishib bo'ldik. O'zi Redmi smartfonlarining komplekti anchadan beri bir qiziqroq narsa chiqmayapti. Har doimgidek adapter, Type-C kabel, chexol. Lekin shunda ham bu kompaniyaga respekt. Chunki boshqa kompaniyalarda $100 smartfoni bo'ladimi, $1000 modeli bo'ladimi, adapter u yoqda tursin, hattoki mana shunaqa arzonchi chexol ham yo'q. Faqat kabel o'zi bilan bo'ldi smartfonni sotib yuborishadi. Xo'p, o'rtoqlar, komplektlari bilan tanishib bo'ldik. Bizlarga bu narsalar, to'q telefon qo'yib ketayotgan ekan. Bizlarga bu narsalar kerak emas. Endi o'rtoqlar, biz smartfonni bor imkoniyatlari bilan tanishib chiqamiz. Xullas, o'rtoqlar, Redmi Turbo Tor dizaynga keyin to'xtalamiz. Boya aytganimdek, birinchi navbatda smartfonning kamerasi bilan tanishamiz. Bu modelda ikkita kamera bor ekan. Asosiy kamerasi 50 megapiksel Sony LYT 600 linza va o'rtoqlar 8 megapikselli shirik kamerasi ham bor ekan. Sony IMX 355 linza bilan jihozlangan. Eng asosiysi o'rtoqlar 4K 60 FPS gacha bemalol video syomka qilsa bo'ladi. Keling o'rtoqlar, endi bu modelda biz bir syomka qilib tekshirib ko'ramiz. Qani videoda o'zini qanaqa ko'rsatarkan bu smartfonimizni. Boshla. Mana bu asosiy kamerasi 4K 60 FPS hozir syomka qilyapman. Xo'p, yashil ranglarni syomka qilib ko'ramiz. Suv, bino. Xo'p, avtofokus tekshirib ko'ramiz. Misol uchun, xo'p, mana avtofokus tekshiramiz. Obyekt o'zgardi va yana obyektga qaratamiz. O'zgardi. Avtofokus juda ham zo'r ishlab beryapti o'rtoqlar, bildinglarmi ham? Xo'p, endi zoomini tekshiramiz. Keyin o'rtoqlar, mikrofoniga ham bitta baho berib qo'yinglar. Mikrofon taqmaganman, o'zini zavодской mikrofoniga yozyapti. Misol uchun mana bu KFC'ni yaqinlashtiramiz. Xo'p, bu mana bu hozir 3 bo'ldi. Optik zoom yo'q ekan, faqat video syomka qilishdan oldin 2 ga bosib qo'ysanglar bo'ladi. U ham optik hisoblanmaydi baribir. Xo'p, mana bu. Xo'p, eng balani 6. 6 marotaba yaqinlashtirilgan kadr. Orqaga qaytaramiz. Yaqinlashtirganda bunaqa telefonlar, optik zoomga ega bo'lmagan telefonlar unchalik sifati zo'r bo'lmaydi, lekin standart holatda 1-2 ta syomka qilib berishi mumkin mana shunaqa sifatda. Yomon emas o'rtoqlar. Agar bu videoni mana shu joygacha ko'rayotgan bo'lsangiz, demak siz smartfonlarning kamerasiga qiziqasiz. O'rtoqlar, bitta narsa qaranglar. Bundan oldingi videoyimda, ya'ni Vivo X200 Ultra bilan iPhone 16 Pro Max kamerasini taqqoslab ko'rgan videoyim bor. Ana o'sha video faqat kameralar to'g'risida bo'lganda, boshqa hech narsani gapirmaganman. Lekin o'sha video negadir ko'rishlar soni juda ham kam bo'lgan. Prosta juda katta mehnat bo'lgan edi. Shunga yarasha ko'rishlar soni kam bo'lgan. Qaranglar, uni ko'rishlar sonini ko'paytirsa bo'ladi. Sizlarning yordaminglar orqali, misol uchun hozir sizlar bu videoni ko'rib bo'lganinglardan keyin o'sha videoga kirib ko'rmasanglar ham bitta like, bitta komment qoldirib ketsanglar, balki o'sha video ham topga chiqib ketishi mumkin bo'ladi. Xullas, shunaqa. Aytgancha, bu Redmi Turbo Tor Pro ni selfie kamerasi 20 megapiksel. Kameraga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Full HD, ya'ni 1080-60 FPS syomka qildi. Xullas, kamera yaxshi, yomon emas. Selfie kamera mana shunaqa sifatda syomka qilar ekan Redmi Turbo Tor Pro da. Men o'ylashimcha, bu modelning video sifati o'zini tengqurlari orasida, ya'ni raqobatchilarning orasida yaxshi ko'rsatdi deb o'ylayman. Chunki 4K 60 FPS bor, video sifatini ko'rdinglar, misol uchun yomon emas, ja professional darajada ham emas, lekin syomka qilsa bo'ladi, o'rtacha. Va o'rtoqlar, bu modelning kamerasida qanaqa suratlar olsa bo'ladi? Marhamat, ko'rib chiqing.
Ana endi o'rtoqlar bu modelda PUBG o'ynab test qilyapman. Telefon qizib ketarmikin, kamida 30 daqiqa o'ynalishi kerak. Lekin men bu mas'uliyatli ishni katta o'g'limga topshiraman, chunki kichkinasi hali tug'ilmagan. Men esa 30 daqiqa vaqtimdan unumli foydalangan holatda ozgina kesikka tashlaymiz. Men bu o'yinga juda ham o'rganib qolganman. Xuddi narkotikka o'xshaydi. Umuman tashlab bo'lmayapti. Bu yaxshi odat. Aytgancha, obunachilar bilan birga o'ynab stream qilamizmi? Nima deysizlar? Qiziq bo'lsa, kommentariy yozib qoldiringlar. Hop, mana bitta ketdi. Qanaqasi bo'ladi 5 sel. Mana ham 5 sel bo'ladi. Mana yarim soat ham o'tdi tugadi. Menga bitta narsa juda ham qiziq. Bu model qizib ketdimi yoki yo'qmi? PUBG dan chiqib sirazu AnTuTu'ga kirdim va protsessor bo'limida 49 gradusga ko'zim tushdi. Bu norma. Men bu modeldan o'zi aslida 60 gradusda kutgan edim. Lekin 30 daqiqa o'ynalganda 49 bu yaxshi. Va yana o'zim ham ozgina o'ynab tekshirib ko'rdim. Xullas o'rtoqlar, bu model 60 FPS ochgani bilan o'rtoqlar HDR da ham 60 FPS qo'llab-quvvatlaydi. Bu degani ko'rasizlarmi, o'rtoqlar grafikasini juda ham zo'r, kinoshning ranglarini juda ham to'qartirib, tiniq qilib chiqarib beryapti. Misol uchun, yomon emas, o'yinda o'zini yaxshi ko'rsatdi. To'g'ri, juda ham zo'r deb aytmaydi-ku, o'rta holatda yaxshi ko'rsatdi deb aytsa bo'ladi. Bu modelni ham men AnTuTu'da test qilib ko'rdim. 2 milliondan oshiq ball yig'di. O'zi AnTuTu sizga nima beradi? Hech narsa bermaydi. Bu shunchaki telefonlarning orasidagi o'zaro kichkinagina musobaqa desa ham bo'ladi. Misol uchun, bitta telefon 1 million yig'sa, uni raqobatchisi 950 ming ball yig'sa, oddiy foydalanuvchi bu narsani sezmaydi, bilmay ham qoladi. Eng muhimi o'rtoqlar, telefon hayotda qanaqa ishlab berishi. Men shunchaki obunachilarim talablariga binoan doim AnTuTu'da test qilib beraman, chunki juda ham ko'p talablar bo'lgan. Shuning uchun obunachilarimiz uchun men AnTuTu'da test qilib beraman. Bu modelda Dolby Atmos bor ekan. Ya'ni biron-bir nimadir eshitayotganingizda yon tarafga tarqalib juda ham xullas sifatli sizga tinglayotgan narsangizni yetkazib berar ekan. Keling o'rtoqlar, bu modelni dinamikasini test qilib ko'ramiz. Xo'sh, o'rtoqlar, endi kolonkalarini test qilib ko'ramiz. Hop, birinchi navbatda men mikrofonni mana bu joyga qo'yaman va play bosamiz. Xo'sh, o'rtoqlar, smartfonning dinamikasi juda ham baland deb aytolmayman. Baland emas, lekin juda ham sifatli va miyaqki, yumshoq chiqarib beryapti. Mana shu taraflar menga dinamikasi yoqdi. Lekin ozgina pastroq, baland deb aytolmayman. Faqat yumshoqligi juda ham zo'r. Bu modelda displeydagi bitta xususiyat hozircha o'zini raqobatchilarida yo'q. Ya'ni smartfonning displeyi korpusning 90% ni egallagan. Bu degani displey ramkasi juda ham ingichka, kontent iste'mol qiluvchilarga bu juda ham yoqimli ko'rinadi. Xullas, bu modelda 608 zoom AMOLED displey. Piksel ruxsati 1280 ga 2772, ya'ni 1.5K ni qo'llab-quvvatlaydi. Dolby Vision ni qo'llab-quvvatlaydi. Film ko'rsangiz, o'zingizni Netflix ofisida ishlayotgandek his qilasiz. Maksimal yorug'lik 3200 ni. Displey tekshirib ko'rish uchun quyoshda ishlatib ko'rdim. Yomon emas, ishlatsa bo'ladi. Yangilanish tezligi 120 Hz qo'llab-quvvatlaydi. Instagramda juda ham zo'r scroll bo'ladi va game uchun yaxshi xizmat qiladi. Bu modelni dizayniga to'xtalsak, meni e'tiborimni tortgan jihati bu eniga ozgina qalinroq. Bu telefonni ushlab turganimda xuddi iPhone 14 Pro Max ushlab turgandek bo'ldi. Va og'irligi o'rtoqlar 219 gram, qalinligi ham juda ham yaxshi. 7.98 mm. Ramkasi metalldan, orqa panel stiklo, matoviy, qo'lli izi qolmaydi. Burchaklari yumaloq shaklda, ya'ni uzoq vaqt ishlatsangiz ham sizni qo'lingizni og'ritib qo'ymaydi. Bu model 3 xil rangda taqdim etilgan, oq, qora va yashil ranglarda. Menga misol uchun qora rangi juda ham yoqdi. Sizga qaysi rang yoqdi? Kommentariy yozib qoldiring. Kamera joylashuviga to'xtalsak, iPhone 16 nikiga o'xshaydi deb aytamizmi yoki Samsung S25 Edge'nikiga o'xshaydi deb aytamizmi? Qaysi bir o'rtoqlar, iPhone yoki Samsungmi? Kommentariy yozib qoldiring. Xullas o'rtoqlar, kamerasi juda ham chiroyli, vertikal stilda ishlab chiqarilgan. Redmi Turbo Tor Pro suvdan maksimal himoyalangan, ya'ni IP68 texnologiya asosida. Ya'ni bu modelda shu 1,5 metr chuqurlikda nechdir minut, ya'ni 30-40 daqiqa suvda chidab bera olish xususiyatiga ega. Smartfonimizning yon tarafida knopkalar joylashtirilgan, ya'ni knopkalar bir joyga joylashtirilgan. Tepa qismida mikrofonimiz bor, pastki qismida stereo dinamika, Type-C razyon, SIM slot va mikrofon bilan jihozlangan. Xullas o'rtoqlar, bu model ergonomik tarafdan va dizayn taraflama yaxshi, norma desa ham bo'ladi. Meni qo'limga misol uchun
yaxshi joylashdi. Protsessorga to'xtalsak, boya aytganimdek Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4 bilan jihozlangan. Bu protsessor birinchi bo'lib mana shu modelda taqdim etildi. Grafik protsessor Adreno 825 bilan jihozlangan. Tezkor xotira 12 va 16 GB versiyalarni sotib olsangiz bo'ladi. Asosiy xotirasi 256 va 512, hattoki 1 TB versiyasi ham bor. Bu model HyperOS 2 Android 15 asosida taqdim etildi. Kommunikatsiyasiga to'xtalsak, bu model ikkita sim kartani qo'llab-quvvatlaydi, lekin eSIM yo'q. Chunki bu Xitoy uchun ishlab chiqarilgan. Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 bor, NFC bor, 5G qo'llab-quvvatlaydi. Xullas o'rtalar bu modelda hattoki O'zbekistondagi CDMA, ya'ni Perfect Mobile ni ham ishlatsa bo'ladi. Ana endi o'rtalar videomizning eng qiziq joyiga keldik. Bu smartfonning narxi. To'g'risi aytsam o'rtalar, men bu smartfonning narxini birinchi marotaba eshitganimda, ya'ni o'zini narxini, Xitoydagi narxini eshitganimda juda hayron bo'lganman, hattoki ishonmaganman ham. Chunki o'rtalar smartfonni o'zini narxi, Xitoydagi narxi $240, $250 atrofida sotilyapti. 256 xotiraligi tushunasizlarmi o'rtalar, shunaqa ko'rsatkichli smartfon $250-240 atrofida sotiladi. To'g'ri, hozir endi O'zbekistonga kelishi bilan bu misol uchun pochta xizmati, ya'ni mahalla raisining ulushi, ko'z haqqi, qo'l haqqi tam balo battar bilan bu $350 ga aylanyapti. Imey bor orada, imey ham hozirgi kunda bilasizlar narxi oshib ketyapti. Xullas, общий $350 ga aylanyapti. Lekin $350 ga aylanganda ham o'rtalar, men bu smartfon narxiga yaxshi, norma deb o'yladim. Narx masalasida ham o'zingizlarning fikringizni videoni oxirigacha ko'rib bo'lgandan keyin yozib qoldiringlar. Menga bu narsa juda ham qiziq bo'ladi. O'rtalar yana bitta narsaga to'xtalib ketaman. Mendan juda ham ko'p so'rashadi. Obzor qilib bo'lingan smartfonlarni nima qilasiz, kimga sotasiz, qayerda sotasiz deb. Mana bu Instagram meni o'zimning shaxsiy onlayn magazinim. Obzor qilib bo'lingan smartfonlar doim mana shu sahifamga qo'yiladi, ya'ni sotuvga qo'yiladi. Kimdir yoqib qolsa, bemalol sotib olishi mumkin bo'ladi. Obuna bo'lishni maslahat bergan bo'lardim, chunki bu profilda, ya'ni bu sahifamda ishlatilgan va yangi smartfonlarni doim qo'yib boramiz. Narxlaridan tanishib tursangiz bo'ladi. Misol uchun biron bir smartfon sizga yoqib qolsa, telefon qilasiz. O'zbekiston bo'ylab, misol uchun siz Qoraqalpog'istonda bo'lasizmi, Xorazmda bo'lasizmi, Buxoroda bo'lasizmi, farqi yo'q. O'zbekiston bo'ylab bepul yetkazib berish xizmatlari ham bor. Bu profilga qo'yilayotgan har bir smartfon meni nazoratimdan o'tadi, keyin qo'yiladi. Xullas o'rtalar o'zim reklama qilib oldim. Smartfonning ichkarisida 7550 mAh batareyka yashirinib olgan. Yo'q, bu batareyka emas o'rtalar, bu power bank o'rtalar. 7550 ham bo'ladimi? Smartfonning qalinligini qarang o'rtalar, qanaqa qilib joylashtirishgan, to'g'risi men hayron qolib. Xullas o'rtalar, smartfonni bir marotaba zaryadga qilasiz, keyin u yog'iga o'sha Instagram sahifamga qo'yilgan gap. Xiaomi Redmi telefonlarining batareykasi shunchalik zo'rki, bitta zaryadga qilgandan keyin shu bilan bolalaring katta bo'lganda yana bitta zaryadkaga qo'yasan. 7550 batareyka bu smartfonni 0 dan 100 gacha 1 soat vaqt talab qilar ekan. Xullas, boshqa smartfonlarda low battery deganda o'rtalar bu modelda menimcha bir 73% la bo'lsa kerak o'rtalar. Xullas o'rtalar, batareyka taraflama hozircha o'zini qatorida, balki undan ham teparoq desa ham bo'ladi. Nomerading, menimcha boshqa smartfonlar hali beri yetib olmasa kerak, batareykasi bo'yicha prosta bomba. Interfeys ishlashi menga juda ham yoqdi. Ilovalarni ochib, yopib, tekshirib ko'rdim, juda ham zo'r. Qotishlar umuman kuzatilmadi. Men bu smartfonni deyarli 4 kundan beri ishlatib yuraman, lekin hali biron marta qotganini ko'rmadim. Xullas o'rtalar, smartfonimizda HyperOS, boya aytganimdek, HyperOS 2 va Android 15 versiya asosida ishlab beradi. Xullas, ishlashlari juda ham zo'r. Va o'rtalar, bu smartfonni boya aytganimdek, mana bu, ya'ni displey ramkasi ingichkalik ham ko'zga juda ham yoqimli ko'rinyapti. Xo'sh, o'rtalar, oyi 15 yorug', 15 qorong'u deganlarda bu modelda ham o'ziga yarasha minus taraflari bor. Keling o'rtalar, shuncha maqtadi, endi minuslariga ham to'xtalsak. Eng asosiy minus o'rtalar, bu smartfonda rus tili yo'q. Hozircha yo'q. Keyinchalik global versiyasini pрошивкasiga ruxsat bersa, keyinchalik rus tili o'rnatish mumkin, lekin ingliz tilida bemalol ishlatsa bo'ladi. Va o'rtalar, Play Market заводской bo'lmaydi. Endi u muammo emas. Play Marketda APK formatda bemalol o'rnatib ishlatib olsangiz bo'ladi. Xo'p, bu birinchi minusi edi. Ikkinchisi o'rtalar, bu smartfonda eSIM yo'q. 5G bor, eSIM yo'q. eSIM nimaga yo'q? Chunki Xitoy telefonlarida hozircha eSIM qo'llab-quvvatlanmaydi. Endi bu kimdir uchun kamchilik bo'lishi mumkin, kimdir uchun kamchilik emas. Xullas, men buni kamchilik deb hisobladim o'rtalar. Yana bitta eng asosiy kamchiliklardan biri. Misol uchun faraz qiling, bu obzorni ko'rdingiz, bu model sizga yoqib qoldi-da, sotib olmoqchisiz. Bu bozorda to'lib toshib qalashib yotadigan model emas, asosan buyurtma asosida keladi. Mana shu taraf ham eng katta minuslardan biri. Agar buyurtma bermoqchi bo'lsangiz, boyga ko'rsatgan Instagram sahifaga bemalol murojaat qiling. Smartfon 14 kun, 10 kun atrofida buyurtma asosida olib kelib beriladi. Xullas, o'rtalar, kamchiliklari bor, o'ziga yarasha. Shunaqa.
bu model sizlarga yoqdimi? Misol uchun smartfonni deyarli hamma joyini ko'rib chiqdik. Game test qildik, kamera test qildik, AnTuTu'da balini ko'rdik, dinamika test qildik, ergonomik ya'ni komfort darajasini ham ko'rib chiqdik, dizayni bilan tanishdik. Sizga smartfon yoqdimi? Menga sizlarning fikringlar har doimgidek juda ham qiziq bo'ladi, o'rtoqlar. Misol uchun, meni nazdimda eSIM rus tilini agar smartfonni sotib olish qiyinligini hisobga olmasa, juda ham yaxshi. Narxiga men o'ylashimcha arziydigan smartfonlar qatoriga kiradi deb o'ylayman. Men shunaqa fikrdaman, sizlarning fikringizni kutib qolaman. Bugungi videomizda shundan iborat edi, o'rtoqlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Aytgancha videoga like bosib qo'yish, esdan chiqmasa, kommentariy обязательно kerak va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Yangi obzorlarni o'tkazib yubormaysiz. Ana endi xalasi bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.